Assalomu alaykum. Demak, ushbu videoda biz elektron raqamli imzo algoritmlarini ko'rib chiqamiz va bular ERSA, Elgamal, SSL algoritmlaridir. Demak, faqat bizda kod yoki ma'lumotlar asosida emas, demak taqdimot yordamida, kichkina taqdimot bor. Taqdimot yordamida ko'rib, aynan formulalarni joriy etib, real loyiha bilan, proyekt bilan ishlab boramiz. Demak, birinchi elektron raqamli imzo nima ekanligi ozgina tavsif berib o'tsam, elektron raqamli imzo xabar yoki hujjatni kim imzolagani va xabar o'zgarmaganligini tasdiqlovchi kriptografik mexanizm hisoblanadi. Aynan biz ma'lumotni boshqalar o'qiy olmaydigan holatga o'tkazishimiz, o'qiy olmaydigan holatga keltirishimiz bu shifrlash bo'lsa, aynan uni kim imzolaganini va kim yuborganini bizga jo'natgan tekshirishimiz bu aynan elektron raqamli imzolar bajaradigan jarayon. Elektron raqamli imzo 3 ta bosqichdan iborat bo'ladi. Birinchisi autentifikatsiya, xabar kim tomonidan yuborganligini tekshirish, ya'ni autentifikatsiyada foydalanuvchi demak o'zi uchun ochiq kalt va yopiq kaltlardan foydalanib ochiq kalt va yopiq kalt tayyorlaydi, keyin shundan foydalanib bizga demak ma'lumot yoki xabar jo'natadi. Shu xabarlarni biz ochiq kalt yordamida tekshiramiz. U yopiq kalt yordamida imzolab bizga jo'natadi. Yopiq kalt faqat noyob qiymatga ega bo'lganligi uchun u noyob qiymatni faqat foydalanuvchi o'zida mavjud. Shu orqali biz noyob qiymatga ega odam kimligini bilamiz. Shu orqali foydalanuvchini tasdiqlab olamiz, autentifikatsiyani o'tkazamiz. Keyingisi yaxlitlik, ya'ni xabar imzolangandan keyin xabar o'zgarmaganligini tekshirish jarayoni. Bunda bizda hash funksiyalaridan foydalanamiz. Hash funksiya deyman, bu matematik funksiya bo'lib, u kiruvchi qiymatlardan har turli kiruvchi qiymatlar, har xil o'lchamdagi kiruvchi qiymatlardan bir xil o'lchamdagi chiquvchi qiymatlarni hosil qilib beruvchi bir tomonlama matematik funksiya. Ya'ni kiruvchi ma'lumotlardan chiquvchi ma'lumot hosil bo'ladi, lekin chiquvchi ma'lumotdan kiruvchi ma'lumotni tiklashni imkoni yo'q. Keyingisi imkoniyat bo'lmaslik, ya'ni imzo egasida noyob qiymatga ega bo'lganligi uchun u keyinchalik ya'ni buni men imzolamaganman deb inkor qila olmaydi. Ya'ni bu odatiy bizdagi hujjatlarni analog sifatida ko'rilishi mumkin. Lekin bunda ko'plab imkoniyatlar mavjud. Oddiy demak hujjatlarni tekshirish jarayonida demak oddiy hujjat bizda bo'ladi va oxirida imzo qo'yiladi. Imzo qo'yilgandan keyin demak bu hujjat qandaydir huquqiy kuchga ega bo'ladi. Demak bunda inson faktor aralashuvida demak oddiy imzoni ko'chirish mumkin. Lekin elektron raqamli imzolarda esa buning imkoni yo'q. Aynan shu orqali demak elektron raqamli imzo bizga afzalliklar taqdim etadi. O'zi buning ishlash tartibi quyidagicha. Demak xabardan bizda kiruvchi xabarimiz olinadi, u heshlanadi. Hesh qiymat hosil bo'lgandan keyin hesh qiymat yopiq kalt yordamida imzolanadi va yopiq kalt yordamida imzolangandan keyin u jo'natiladi. Jo'natilgandan keyin uni tekshirish jarayoni bizda demak imzo ochiq kalt bilan tekshiriladi. Shu orqali demak jarayon tashkil etiladi. Demak, birinchi algoritmimiz bizda ERSA algoritmi, ya'ni bu Revest, Shamir va Admir olimlar ismiga qo'yilgan. Sal adashdim. Revest, Shamir va Adliman olimlar tomonidan ishlab chiqilgan algoritm bo'lgani uchun bunga ERSA nom berilgan. Demak, asosi katta sonlarni tub ko'paytuvchilarga ajratish muammosiga asoslanadi. Demak, aynan shu demak qaysidir qiyinchilik orqali biz algoritmni yaratamiz, ya'ni qiyinchilikka asoslanib. Buning qiyinchiligi aynan ana shu katta sonli tub ko'paytuvchilarga ajratish muammosi. Demak, bunda bizda kerakli demak qiymatlarimiz bor. Bunda P va Q qiymatlari n modulni yaratish uchun kerak bo'ladi. N modulni yaratish uchun P va Q qiymatlari katta tub sonlar bo'ladi. Demak, bu katta tub sonlarimizni o'zaro ko'paytirish orqali n modulni hosil qilamiz. Bu tub sonlarimizni tanlash qanday tartibda amalga oshiriladi? Ikkalasi ham bit jihatdan katta bo'lishi kerak, lekin bir-biriga bit jihatdan yaqin bo'lmasligi kerak. Katta bo'lishi kerak, lekin bir-biriga qiymat yaqin bo'lmasligi kerak. Nimaga? Sababi agar demak bitlarimiz bizda bir-biriga yaqin bo'lib qoladigan bo'lsa, uni demak u kaltni, yopiq kaltni tiklash imkoniyati bizda paydo bo'ladi. Agar bitlar bir-biriga yaqin bo'ladigan bo'lsa, buni Fermat faktorizatsiya usuli orqali demak bizda generatsiya qilish imkoniyati paydo bo'lib qoladi. Shu orqali demak
bizni algoritmimiz maxfiyligi yoki mustahkamligi buziladi demak. Demak, bu yerda bizda keyin Euler funksiyasi bor. Euler funksiyasi quyidagi matematik qiymatga ega, ya'ni p-1 va q-1 ikkalasini ko'paytmasiga ega. Bu bizga keyinchalik kerak bo'ladi va bizda y ochiq eksponent ochiq kaltimiz bor. U demak qanday bo'ladi? Sharti bor, uni tanlash sharti u tanlab olinadi. Demak, sharti u phi n bilan Euler funksiyasidagi qiymat bilan o'zaro tub bo'lishi kerak. Keyin aynan shu ochiq eksponent, ochiq kalt eksponent yordamida biz yopiq kaltni ishlab chiqamiz. Yopiq kaltimiz aynan shu kaltning teskarisiga teng bo'ladi, ya'ni y darajasi minus 1 mod phi n ga teng bo'ladi. Demak, bizda endi ochiq kalt, yopiq kaltlarimiz bor. Endi xabarni, bizga kiruvchi xabarni imzolashimiz kerak bo'ladi. Bu qanday tartibda amalga oshiriladi? Matematik jihatdan formulasi quyidagicha: imzolash jarayoni. Demak, hm, ya'ni kiruvchi xabarimizni hashladik. Hash qiymatni d yordamida, ya'ni yopiq kalt yordamida imzolayapmiz. Bunda hash qiymatimizni d darajaga ko'tarib modinga qoldiqlab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Endi xuddi shu jarayonni bu yerda ko'rib o'tadigan bo'lsak, hop. Demak, birinchi bizda ERS algoritmi topshiriq uchun berilgan bizda o'zining talablari bor. Shu talablarga asosan, demak, kaltlarimiz ochiq kalt, yopiq kaltlarimiz saqlandi. Imzolash uchun endi xabar kiritamiz. Salom dunyo. Kiritdik. Demak, bizda quyida demak bizning kiritilgan matnimiz SHA-256 hashlash algoritmi bo'yicha, demak, quyidagi qiymat hosil bo'ldi bizda. Demak, matnimiz shu qiymatga o'zgardi. Uzunligi imzo yaratildi, ERS imzosi, demak uzunligi 256 bayt bo'ldi. Imzo faylni quyidagi joyga saqlandi. Imzo natijada, demak, bu yerda tekshirish orqali natija haqiqiyligini bildik. Buni qanday bildik? Demak, dastlab ochiq kalt va yopiq kaltlarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, demak, bizda private, ya'ni boshlang'ich bizda yopiq kaltimiz quyidagicha. Ko'rib o'tishimiz mumkin. Keyin demak ochiq kaltimizni ko'ramiz. Ochiq kaltimiz quyidagicha, ya'ni bu yerda kaltlarga, demak, kaltlarimiz saqlanib, PEM formatda saqlanib bormoqda. Xo'p, endi imzo faylini ko'rishimiz kerak. Xo'p. Hop, mana bu yerda demak bizda shifrlangan holda bo'lgani uchun bizda quyidagicha belgilar hosil bo'ldi. Ya'ni natijamiz imzo haqiqiyligini ko'rsatib berdi. Buni demak biz kodda ko'radigan bo'lsak, mana ersa dastlab kaltlarni yaratish funksiyasini foydalandik. Kalt yaratishdan keyin ersa imzolash va tekshirish jarayoni quyidagicha bo'ldi. Kalt yaratish orqali biz ochiq kalt va yopiq kaltlarni oldik. Data, ya'ni kiruvchi ma'lumot sifatida matn kiritishdan funksiya oldik. Matn kiritish funksiyasidan oldik qiymatni, ya'ni biz ekranga kiritgan ma'lumotimiz quyidagicha salom dunyo ma'lumot bo'ldi. Demak, o'shani endi imzolayapmiz, ya'ni yopiq kalt yordamida. Demak, datamiz shu aynan shu jarayonimiz tashkil etildi. Kiruvchi ma'lumotimiz va baytlar saqlandi. Demak, bu yoqqa saqlash jarayonlari ko'rsatilib o'tildi. Keyin tekshirish jarayoni, aynan tekshirib ko'ryapmiz. Imzolash va tekshirish jarayoni publikga, ya'ni ochiq kalt yordamida ma'lumotni tekshirib ko'rdik teskarisiga. Imzo haqiqiy bo'ldi. Agar demak tekshirish muvaffaqiyatsiz bo'lsa, exceptionda demak imzo natija yaroqsiz bo'lib chiqardi. Quyidagicha ko'rdik. Keyin ma'lumotni o'zgartirib ko'ryapmiz. Ya'ni change it deb datamizni o'zgartiryapmiz. Ya'ni ortidan o'zimiz qiymat qo'shib ko'ryapmiz va shu orqali ma'lumotni o'zgartirishdan keyin uni tekshirish jarayonini ko'ryapmiz. Bu yerda ya'ni change it olindi, endi bu yerda o'zgartirilgan ma'lumot olindi. Keyin padding, demak shu funksiyalar orqali bu yerda ko'rsatib berildi. Aynan mana chiqqan natija imzo yaroqsiz holda ekanini bizda ta'kidlab o'tildi. Keyingisi elektron raqamli imzoni Elgamal. Bu yerda Elgamalda demak asosiy bizda asosimiz diskret logaritm muammosiga asoslanadi. Ya'ni bu
y j darajasi x mod pi da x ni topish qiyinligi, ya'ni bizda y j va p berilgan taqdirda ham bizda x ni topish juda ham murakkab matematik jihatdan, ya'ni aynan shunga asoslanib algoritm qurilgan. Bu yerda demak p katta tub son bo'ladi, j generator sonimiz bo'ladi, x imiz demak yopiq kalit. Undan tashqari demak y imiz ochiq kalit bo'lib hisoblanadi. Formulalar berib o'tilgan. Y imiz j darajasi mod pi, buni aytib o'tdik. Keyingisi bir martalik bizda elgamalda son tanlashimiz kerak bo'ladi. Bu son qanday tanlanadi? Bu jarayondan keyin tushuntirib o'taman. Sharti p-1 va k o'zaro tub bo'lishi kerak. Endi demak imzolash jarayonini ko'rib o'tadigan bo'lsak, imzolash demak k tasodifiy son imzo ikkita qismdan iborat, ya'ni dastlabki qism r, ikkinchi qism s. Shularni ko'rib o'tamiz. Ya'ni bu yerning formulasi quyidagicha: j darajasi k mod pi. Bu nimaga asoslangan desak, endi yerda keyingi qismlarda foydalanamiz. K tasodifiy son aynan imzoni tekshirish uchun kerak bo'ladi. S esa ya'ni kiruvchi ma'lumotimizni hash qiymatidan xr, ya'ni bizni yopiq kalit va bu yerda ko'rsatib o'tilgan imzo qismi, bu yerda biz hosil qildik uni. Shu orqali va uni k-1 ga ko'paytirib imzo hosil bo'ladi. Mod p-1. Imzo hosil bo'lgandan keyin bizda demak uni tekshirishimiz kerak bo'ladi. Tekshirish uchun quyidagi formuladan foydalanamiz. Ya'ni j darajasida hash funksiyamizning qiymati teng bo'lishi kerak bizda y darajasi r ko'paytirilgan r darajasi s mod p ga. Ya'ni shu formula, matematik formula orqali bizda jarayon tashkil etiladi. Buni hozir Python misolda ko'rib chiqamiz. Demak, elgamal raqamli imzo algoritmi. Demak, buning uchun bizda imzolash uchun matn kiritish kerak. Demak, matnimiz kiritildi. Xo'p. Ko'rib chiqamiz. Elgamal uchun Miller-Rabin formulasi orqali biz ushbu tub sonni oldik, ya'ni p ni Miller-Rabin orqali tanlab oldik. Keyin generator sonimizni 3 sonini oldik. Ya'ni bu quyida ko'rib o'tishimiz mumkin bo'ladi. Dastlabki tub son olindi, shart bajaruvchi, ya'ni quyida ko'rib o'tishimiz mumkin. Demak, Miller-Rabin orqali tub sonimiz hosil bo'ldi, generator sonimiz bo'ldi. Demak, yopiq kalitimiz x ni qiymati quyida berilgan. Aynan shu qiymat bizda x yopiq kalitimizning qiymati bo'ldi. Undan tashqari ochiq kalit qiymati, demak, bizda y ni j darajasi mod pi hisoblab quyidagi qiymat hosil qilindi. Endi SHA 256 bo'yicha demak hash qiymatini hisoblaymiz. Hash qiymatimiz quyidagicha. Shu demak bizda mana shu katta hm qiymatimiz, ya'ni xabarning hashi bo'ldi bu. Bir martalik k ni quyidagi son tanlab olindi. Bir martalik k uchun. Undan keyin r, ya'ni ushbu formulani bajarib biz demak r qiymatini hosil qildik. Keyingisi s. Bu yerda demak imzoning ikkita qismi orqali imzo hosil qilindi. Endi imzo ma'lumotlari saqlandi. Demak, imzo ma'lumotlarini ochadigan bo'lsak, mana quyida ko'rsatib o'tilgan p demak imzo ma'lumotlarimiz bu ochiq beriladi, j ham ochiq, y r s. Ya'ni ochiq ma'lumotda beriladigan p sonimiz, generator sonimiz y r s. Demak, quyida hamma qiymatni ko'rib turibmiz. Undan keyingisi imzo ma'lumotlaridan keyin demak tekshirish jarayoni. Endi xo'p. Endi tekshirish jarayonida demak ikkala qismni ham, tenglikning ikkala qismini ham alohida tekshirib olamiz. Ya'ni bu birimiz demak y darajasi r ko'paytirilgan r darajasi s mod p. Quyidagi qiymat hosil bo'ldi va ikkinchi tomon tenglikdan demak u ham xuddi shu qiymatni bizda takrorlab berdi. Ko'radigan bo'lsak, shu qiymatni takrorlab bergandan keyin
Demak, natijada imzomiz haqiqiy ekanligini ko'rsatib o'tdi. Keyingisi, demak, dastlabki imzo bir tarafi yaratildi va uni tekshirish jarayonida demak ma'lumot o'zgartirib ko'rildi. O'zgartirish jarayonida umuman boshqa qiymat hosil bo'ldi. Natijada o'zgarish yaroqsiz chiqdi. Buni qanday ko'ramiz? Demak, milliy rabina orqali demak sonlarni yaratib oldik. Tub son yaratishni ko'rib o'tdik, faktorlarga ajratishni ko'rib o'tdik. Demak, generator sonini topish va 3 qayerdan keldi desak, demak, kichik faktorlar ajratish funksiyasidan foydalanyapmiz va j qiymatimiz demak bizda 2 dan demak j sonimizni tanlab olish agar u sonimiz quyidagi shartlar bajarilsa va natija to'g'ri bo'lsa, demak shu sonni o'zini olib ketadi. Agarda demak bu to'g'ri olib ketib bo'lmasa, demak xato, demak jarayon to'g'ri tashkil etilmasa, demak ikki sonni qaytarib yuborishni berib o'tdik. Ikki son eng kichik tub son bo'ladi bizda. Shuning uchun qisqacha shuni berib o'tdik. Demak, Elgamal kalt yaratish generator sonini quyidagilarni oldik va demak natijamiz hisoblandi. Imzolash quyidagicha aynan ana shu jarayonlarni tashkil etib berdi. Xuddi shu formulalar kodlashtirilgan varianti. Keyin tekshirish jarayoni. Xo'p, tekshirish jarayonida mana ikkita qiymatni ko'rib o'tdik. Aynan shu qiymatlar asosida biz bir-biriga tekshirish solishtirishni ko'rdik. Endi Elgamalni imzolash tekshirish jarayonini ko'rib o'tamiz. Tekshirishda demak change it boyagi ko'rib o'tganimiz ma'lumotimizga demak o'zgarish kiritib, uni yana Elgamalga tekshirib ko'rdik. Elgamalga tekshirish natijamizda demak data kiruvchi ma'lumotimiz o'zgartirildi. Demak, dastlabki xabar jo'natish to'g'ri, ammo tekshirish jarayonida xatolik yuz berdi. Aynan shuni bizga ko'rsatib o'tdi bu. Demak, bu yerda put bo'lmasa xavfsiz emasligi bo'ladi. Demak, generator bo'lmasa bu kichik guruh hujumlarni tashkil etishi mumkin. K qayta ishlatilsa, x ya'ni bizni yopiq kaltimizni qayta ochishi mumkin bo'ladi. Demak, keyingi algoritmimizga o'tamiz. Bu DSA, ya'ni o'zi qisqartmasi DSA, o'zi so'zni o'zi Digital Signature Algorithm, ya'ni raqamli imzo algoritmi. Bu ham aynan diskrete logaritm muammosiga asoslangan algoritm hisoblanadi. Bunda demak tub sonlar tanlanadi, p va q generator son tanlanadi, yopiq kaltimiz bor, y ochiq kalt hisoblanadi, k tasodifiy son olinadi, rs imzo qismlari. Faqat tekshiruvchi qismlar ozroq o'zgarish bor. Aynan bu Elgamalga g'oyasi o'xshab ketadi. Elgamalga olingan desam bo'ladi, ozroq. Kalt yaratish jarayoni demak jimiz h darajasida p-1 taqsim q ko'paygan mod p. Keyingisi y teng j darajasi x. Imzolashimiz quyidagi formula asosida. Bundan oldin Elgamalda demak j darajasiga mod p edi. Keyin bunda esa aynan ketidan mod q qo'shilgan, ya'ni j darajasiga mod p natijasini mod qga qoldirib qo'yamiz, ya'ni qga. Xo'p, imzolash k-1 ko'paytirilgan h bu yerda demak h qiymatiga qo'shamiz. Demak, yopiq kalt ko'paytirilgan r. Yerda hosil qildik va mod qga qoldirib bo'lamiz. Tekshirish jarayoni quyida demak bizda berib o'tilgan yordamchi qiymatlarimiz mavjud. W, U1, U2, V. Demak, W imiz S ni teskarisini qoldiq modga Q ga qoldiqli bo'lamiz. Demak, U1, U2larimiz demak h qiymat ko'paytirilgan. Demak, quyidagi hosil qilingan qiymat yordamchi qiymatimiz W mod Q. U2 imiz esa R ko'paytirilgan W mod Q bo'ladi. Va bu yerda V qiymatimiz, ya'ni j darajasida U1, ya'ni mana shu U1 ni j darajasiga qo'yamiz va y darajasi U2, ya'ni shu qiymatni y darajasiga qo'yib mod qga qoldiqli bo'lib chiqqan natijani mod qga qoldiqli bo'lamiz.
Natijada bizda nima hosil bo'lishi kerak? Natijada demak v-imiz mana shu oxirida hosil qilgan v qiymatimiz r ga teng bo'lishi kerak. R demak bu yerda quyidagicha bizda imzo qismlaridan biriga teng bo'lishi kerak. Shunda demak bizda algoritm ishlaydi. Demak buni kodda ko'rib o'tadigan bo'lsak, 3 DSA elektron raqamli imzo algoritmi. Demak, DSA kalitlar yaratildi. 256 kiruvchi ma'lumotimizning hash qiymati imzo yaratildi. Imzo uzunligi 72 bayt. Imzoni hash qiymati quyidagicha. Hash emas, 16 lik sanoq sistemasidagi qiymati. Imzo faylini ko'ramiz endi. Demak, imzo faylini ko'radigan bo'lsak, demak, imzo fayli bizda shifrlangan holda bo'lgani uchun quyidagi formatda hosil bo'ldi. Imzo haqiqiyligi tekshirildi va quyidagicha demak boyagidek ma'lumotni o'zgartirib ko'rish orqali biz algoritm to'g'ri ishlayotganini tekshirdik. Kodini ko'radigan bo'lsak, desa sozlashni ko'ramiz. Ya'ni ma'lumot kiritib, ma'lumotlarni ochiq kalt, yopiq kalt bo'yicha qismlarga ajratdik, kalt uzunliklarini berdik. Ya'ni keyingi sinab ko'ryapmiz. Bunda ham xuddi boyagidek demak ushbu shart bajarilishini tekshiramiz birinchi, ya'ni v qiymatimiz r qiymatiga teng ekanligini tekshirib o'tdik. To'g'ri bo'lsa imzo to'g'ri, bo'lmasa imzo yaroqsizligi ko'rsatiladi. Bundan tashqari, demak, ma'lumotimiz o'zgartiriladi, ya'ni kiruvchi ma'lumotga qiymat qo'shamiz va keyin tekshirib ko'ramiz. Demak, bu dastur to'g'ri ishlayotganligini, agar bu yerda natija xato chiqsa, dastur to'g'ri ishlayotganligini ko'rsatib beradi. Keyingisi esa DSA algoritmi. Demak, bu degani DSA algoritmimiz elliklik egri chiziqlarga asoslangan elliklik DSA, ya'ni DSA algoritmini elliklik egri chiziqlar asosida tashkil etish jarayoni bo'ladi. Bu demak diskret logaritm muammosi SDLP shunga asoslangan bo'lib, u egri chiziqda demak D nuqtani topish, J nuqtani topish muammosiga, ya'ni bizda yopiq kalit berilgan bo'lsa, yopiq kalit va J ni ko'paytmasida yopiq kalitimiz topish qiyinligini ko'rsatib beradi. Shunga asoslangan algoritm bu. Quyida demak bizda o'zgaruvchilar berib o'tilgan. Bazaviy nuqtamiz J nuqtaning tartibi n, egri chiziq y va quyidagicha qiymatlar. Demak, kalt yaratish asosiysi ochiq kalt hosil qilinadi. Generator bilan bizda yopiq kalitimiz ko'paytmasi ochiq kalitni beradi. Endi imzolash jarayoni x1 x2 nuqtamiz demak k ko'paytirilgan j ga teng bo'lishi kerak. Bu yerda ko'radigan k imzo uchun tasodifiy son bo'ladi. Demak, buni hosil qilib olgandan keyin r ni tekshiramiz. R imiz x1 mod n bo'ladi. Bunda xo'p, x1 imiz nima edi? X1 imiz demak nuqtadan olingan qiymatlar. Bitta nuqtani tanlab olgan bo'lsak, o'sha qiymat imzolash jarayonida hash qiymat. Bu yerda ham d ni qo'yib o'tdik, yopiq kalitdan. Boya bizda bu undan oldingi algoritmda x holat ishlatilayotgandi. Tekshirish jarayonida xuddi yordamchi qiymatlar foydalanadi. Endi bu yerda faqat v emas, v ni o'rniga x1, x2, x2, y2 nuqtalari olinadi. Ya'ni elliklik egri chiziqdan dastlab nuqta olyapmiz va uni imzolash uchun foydalanyapmiz. Tekshirish uchun ikkinchi nuqtani olyapmiz va uni imzolash uchun foydalanyapmiz. Demak, quyida formulalar ko'rsatib o'tilgan, ya'ni W imiz S1 ni teskarisi, S ni teskarisiga mod M bo'ladi. Formula quyidagicha. Shartimiz demak R imiz x2 mod N ga teng bo'lishi kerak, ya'ni ikkinchi nuqtamizni mod N ga qoldiqli bo'lganimiz R qiymatini bizda berish kerak bo'ladi. Xo'p, SDSA algoritmini ko'rib chiqamiz. Salom dunyo. Kiritdik. Xo'p. Bizda demak yana bir ko'rib o'tishimiz kerak bo'lgan jihat bor. Aynan hozir nuqtalarni qo'shishdan foydalangan bo'lsak, aynan shuni o'zini muhim jihatlari bor. Bunda skalar ko'paytirish, ya'ni j ni
ga k ni ko'paytirganimiz nuqtalarni qayta qo'shish orqali bajariladi. Bu oddiy demak ko'paytirish bo'lmaydi. Shu sababli har xil va bir xil nuqtalarni qo'shish formulalarini bilish mumkin bo'ladi. Demak, har xil nuqtalarni qo'shishimiz bizda demak p(x1 x2) quvimiz 2y2. Demak, p quvga teng bo'lmagan taqdirda lambda o'zgaruvchimizning qiymati quyidagicha, ya'ni y2 minus y1 taqsim x2 minus x1. x3imiz demak lambda kvadrat minus x1 minus x2 bo'ladi. y3imiz quyidagicha bo'ladi. Demak, p va qni qo'shganimizda x3 y3 qiymat hosil bo'ladi. Agar ikkita bir xil nuqtani qo'shadigan bo'lsak, ya'ni x1 x2 ya'ni ustma ust tushadigan bo'lsa nuqtalarimiz formulasi quyidagicha: 3x1 kvadrat plus a taqsim 2y1 yoki da keyingisi x3imiz demak lambda kvadrat minus 2x1 bo'ladi, y3imiz lambda ko'paygan x1 minus x3 ko'paygan y minus 1 bo'ladi. Bunda demak 2p'imiz x3 y3 ga teng bo'ladi. Bu demak odatiy bo'lish emas, unda modul bo'yicha bo'lish quyidagicha demak amalga oshiriladi. Ya'ni bu yerda bo'lishlarimiz. Xo'sh, bu algoritm ishlashiga keladigan bo'lsak, quyida demak salomni ham berdik. Kalitlar Python orqali yaratildi. Hash qiymatimiz hosil bo'ldi. Hash qiymatdan keyin yopiq kalitni generatsiya qildik. Yopiq kalitdan keyin ochiq kalitni x va y nuqtalarda orqali demak qismlarni tashkil qildik. Bir martalik k qiymati olindi va raqamli imzoning qismlari r va s tashkil etildi. Bizda ikkala qiymatdan keyin ma'lumotlar saqlandi. Demak, ma'lumotni ochib ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda demak Curve, ya'ni elliptik egri chizig'imiz quyidagicha shu chiziqqa asoslangan. Ochiq kalitimiz quyidagicha qiymati berib o'tilgan. Yopiq kalitimiz ham shunday. Keyin ochiq kalit berilgan, yopiq kalitning x va y qiymatlari quyidagicha berib o'tilgan. Bir martalik k, r, s larimiz qiymatlari berib o'tildi, ko'rsatildi. Imzo tekshirildi. Demak, jarayon tashkil etilish jarayonida imzo tekshirildi. Demak, imzo haqiqiyligini bizda ko'rsatib o'tdi. Buni qanday ko'rishimiz mumkin? Aynan xo'p. Mana esdasa imzolash ko'rib o'tishimiz mumkin bo'ladi. Demak, matn kirish ma'lumotini oldik, kalitlar yaratdik. Demak, kalitlar asosida hash qiymatlar chiqdi. Xo'p. Tekshirish jarayoni yuqorida ko'rib o'tganimizdek ma'lumotimizga qiymat qo'shib turib, uni hashlaymiz va hashlagandan keyin imzolab jo'natamiz va dastlabki qiymatni imzosi bilan solishtiramiz. Shu orqali ma'lumot yaxlitligini yoki o'zgartirilganligini tekshirishimiz mumkin bo'ladi. Demak, qisqacha shu ma'lumotlarni ko'rib o'tdik. 4 algoritm bo'yicha sog' salomat bo'ling.